Cho'pon kabob, cho'pon. Tovuq kabob. Darzobda shunday soya sabzlariga mana bugun do'stlar bilan chiqqanmiz. Mana hammasi joylaring hol. Tug'ilgan kunlaringizni sizga qulluqlaymiz. Hurmat janoblari, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Hormat janoblari, sizni tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Hormat sohib aziz, dunyoga kelgan ro'zlaringizni tabriklayman. Hurmat sohib, sizda tug'ilgan ro'zingiz ham qulluq bo'lsin. Mansabingni unutsang mayliga unut, martabangni unutsang mayliga unut. Agar sen ona tilingni unutsang, ona bergan sut zaharga aylansin. Aziz vatandoshlar, mana bu kabob har bir do'stimizda pishori bo'lsa bu uchun tavsiya. Nega yana mana bu kabobdan yeyman-da, pishoriga zo'r kelib ko'rtonmasin. Bizlardan bir tavsiya bo'lgan, dashka davo ham yo'q, doktor ham yo'q. Mana shu kalama qoliga tiqib ketamiz. Aziz vatandoshlar, mana bu tovuq kabob, mana bu ham qo'zi kabob. Qo'zi kabob, mana bu soy, mana bu fazo do'stlarimiz har qaysi ishida qilib yotibdi. Inshaalloh joylaring xoli maqsad. Bah, bah. Betaring go'sht. Magar O'tirsa qani? go'shti, qo'zini go'shti, mayligina qo'zini go'shti, pishori bor pishilagan tavsiya bo'lmaydi, ammo yeyib bo'lganing yaxshi, yemay bo'lganing. Maşallah darzobı, mantiqa javollar. Maşallah, hech kamida yo'q. Allohga shukr qilishlik ham kerak. Bunday savollarni bizga nasib etgan. Inshaalloh, gazar javollari hamshim xizmat qilib kelganlar, inshaalloh bundan baqib qiladi. Xizmat qilgan yo'q, keling, baq. O'ting, ha? Qo'ydi. Bu kabobni ko'ring bu. Qo'y, kaboblar qo'ymasin. Buni ko'ring, buni. De, maşallah. Mana bu kabob. Say bo'ldi. Qori ko'rdingmi? Aziz vatandoshlar, mana yaxshi shakarga qo'yib, mana bu a'lolaring degan jomiyani chatar asramaydi.